Yangi yil bayramining asl haqiqati. Bir vaqtlar Angliyada Rojdestvo 1-mart kuni nishonlanar edi. Vaqti kelib cherkov bu bayramni nishonlaganlarga qattiq ta'ziq o'tkaza boshlagan. So'ngra bu bayramni 1-yanvarga ko'chirishadi. Hozirda yangi yil atalmish bayram tarixda shimol taraflarda Hogmanay deya atalgan edi. Aslida yuqorida aytganimiz ta'ziqqa uchraganlar yangi yilni 1-martda nishonlagan. Bu esa haqiqiy yangi bir yilga o'tish sanasi edi. Xo'sh, unda 1-yanvarchi? Ko'plab insonlar 31-dekabr tungi soat 12:00 da shahar markazida yig'ilib, mushakbozlik bilan nishonlanadigan kun aslida qanday kun edi? Asl haqiqat shuki, 1-mart Rimliklar taqvimi bo'yicha yangi yilning ilk kunidir. Keling, buni oddiy bir holat bilan isbotlaymiz. Agar siz lotin tilidagi 7 raqamiga sinchiklab qarasangiz, septem iborasiga duch kelasiz. Septem, ya'ni sentyabr, 7-oy hisoblanadi. Keyin esa oktom, novom va detsem, 8, 9, 10, ya'ni oktyabr, noyabr va dekabr. Tartib bilan aytganda 8, 9, 10-oylar. Demak, dekabr aslida 10-oy ekan. Xo'sh, aslida voqelik qanday bo'lgan? Ular yangi yilni yanvarga ko'chirishganda bu ish Yanus nomli ularning afsonaviy ma'budi sharafiga qilingan. Istasangiz shunchaki internetdan Yanus deya qidirib ko'ring. Natijasi nima bo'lishini bilasizmi? Yanus bu o'sha kimsalar 200li iloh deya bilganlari bir narsa ekaniga duch kelasiz. 200li. Eshityapsizmi? 200li, ya'ni bir yuzi orqasida ikkinchi yuzi bor. Qisqacha aytganda 200lamachilik, ya'ni munofiqlikning ular nazdidagi ilohi. Yanus, yanvar. Demak, ba'zilar bayram deya aytganlari o'sha kun aslida nima ekanligi, qanday kun ekanligini ko'ryapsizmi? 31-dekabrdan 1-yanvarga o'tar kechasi tunning qoq yarmida ko'ramizki, qanchadan qancha insonlar bo'kib ichayotgan yoki faxsh ishlar bilan band bo'lishadi. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bu kunda hattoki xristianlarning bayrami ham to'laligicha o'z mazmunini yo'qotmoqda. Musulmonlar uchun yangi yil kuni nimani anglatadi? Bu kun biz musulmonlar uchun mutlaqo ahamiyatsiz bir kundir. Dinimizda uning na ma'nosi, na ahamiyati bor. Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam allaqachon biz nishonlaydigan bayramlarni belgilab berganlar. Ramazon sharif hamda Qurbon hayitini katta shukuh bilan nishonlashga chaqirganlar. Birodarim, dindoshim, o'sha yangi yil kuni biz nima qilishimiz kerak? Qisqacha aytganda, undan saqlaning. Har qanaqasiga nishonlashga urinmang. Bu kecha nishonlanadigan joylarga bormang. Alloh subhanahu va taoloning g'azabiga sabab bo'ladigan spirtli ichimliklar va uning tabiatidan bo'lgan har qanday narsa aralashgan bayramona mehmondorchiliklardan uzoqroq bo'ling. Birodarlarim, agar milodiy sananing tugashida biz biror narsa qilmoqchi bo'lsak, bu ham bo'lsa qilgan amallarimizning sarhisobi bo'lsin va o'zimizga aytaylik. 1 yil o'tib ketdi. Men nima qildim? Nimaga erishdim? Men hayotimni, o'zimni qayerga boshlab boryapman? Men yana 1 yil muddatga o'limimga, qabrimga yaqinlashdim. Men nima qildim? Butun boshli 1 yil o'tdi. Men ummat uchun qanday manfaatli bir amal qila oldim? Ha, ushbu kecha biz uchun sarhisob, tavba va ibodat vaqti bo'lsin.
Bir yil davomida qilgan xatolar va gunohlarimizga tavba qilishning o'rniga o'ynab, kulib, yeb-ichib xursandchilik qilamizmi? O'ylab ko'ring. So'zlarimizni Hazrati Umar roziyallohu anhuning ushbu gaplari bilan yakunlasak. Ey odamlar, hisob qilinishdan oldin o'zingizni hisob qiling. Amallar taroziga qo'yilishidan oldin nafsingizni taroziga qo'ying. Bugun nafsingizni hisob qilishingiz ertaga qiyomatda hisobingizni yengillashtiradi. O'zingizni katta hisob-kitob kuniga hozirlang. Allohga ro'baro bo'ladigan, biror narsangiz maxfiy qolmaydigan, ko'rikdan o'tadigan kuningizga hozirlik ko'ring.